Avtomat коробка Cobalt 4-pokoleniya Stack 200 go fast komplektatsiya u ключатор monometr joylashgan. Mashina gazda yurganda 1 оборот ushab, shaharchadan solcha 60 km tezlik ushab ketganda gazni qo'yib yuborib, yana qaytib bosgan payt korobkada pinok bor. Yoqimsiz siltalash, ana o'sha narsani hozir ko'rib chiqamiz. Zavod bo'lgandan keyin benzindan gazga переключение bo'lish vaqtida proval bor, tutilib o'tadi mashina. Programmasini shikitib olamiz. Mashina programmaga kirib chiqqan, motor, korobka hammasi programma bo'lgan, lekin kamchiliklari bor. O'shani bitta nuqsonlarini to'g'rilashga harakat qilamiz. Zagruzchikimiz yo terminal va mana bu sehrli redaktorimiz bor bitta, ST Pro 7. Juda mo'shni redaktor hisoblanadi. Mana shu redaktor orqali programmasini hozir nastroykalarini to'g'rilab chiqamiz, kalibrovkasini. Ollon, xatirchilik shogird mana bosh rulda. Programmani bitta hozir ko'ramiz, karate qilamiz. Mana Cobaltda programma nastroykalarini qilib berdik. Biroq ketdilar tezroq. Yoqimsiz pinok bor edi korobkada. Mana shu narsani ustranit qilib berdik. Chotki bo'ldi ishlashi. Hozir kesalar tabassum bilan tushishlari kerak, mashina ko'ramiz. Mashina keldi, aka tabassum bilan tushdilar. Qalay bo'ldi? Mashina yaxshi, o'zgarish zo'r bo'ldi. Korobkada pinok bor edi. Endi Qashqadaryolik shogird Jo'rabek, malades. Jo'rabek lekin ancha qo'li kelib qoldi. Ancha menimcha o'tib ketding-ku bu narsa, ha? Yo'q. Ular hali SPS bilan ishlagani yo'q-ku. Qolganlar. Sen SPS bo'yicha chempion bo'lding lekin. Onlar ishlab ko'rdi hozir. Tak, bu bitta ish esdan chiqibdi. Tabloda kod chiroqlar yonib qoladi, ya'ni lampochkalar almashgan. O'zini zavodskoy lampochkasidan tashqari lampochka qo'yiladigan bo'lsa, misol uchun svetodiod lampochkalar qo'yiladigan bo'lsa, tabloda kod chiqadi. O'sha kodni chiqmaydigan qilib beramiz. Bu bo'yicha Jo'rabek o'zing bitta shug'ullanasan. Davay ketdi. Shogirdlar baraka topib, malades lekin. Shaqillatadi bular.